Mana odamga bilan ishlaganimda tushuntiraman odamga. Aytamanki, mana psixika deyildi, obyektiv olamning subyektiv inikosi. Ya'ni bu atrof olami bizani ko'zimiz bilan chizib beradigan organimiz bu psixika. U chizib beradi, mana bunaqa deb. Qanaqa qilib chizadi u? Ichimizga o'sha yashab o'tganimizda qanaqadir deylik munosabatlarni yashab o'tamiz, ma'lumot eshitamizmi, kitob o'qiymizmi, televizor ko'ramizmi? Birinchi bizda bu sekundlarda bo'ladigan narsalar his tuyg'u ishlab beradi. Birinchi, voy deymiz, birinchi his tuyg'uyimiz. Keyin nima uchun? Yo'q, вот emotsiya boshqa, his tuyg'u boshqa. Bu ham har xil narsa. His tuyg'u bu ichingizda haligi чувство deyiladi, qaysidir voy ko'zingiz ko'rib, voy deb qulog'ingiz eshitib, alohida organlaringiz. Emotsiya bu o'sha har bitta organingiz, ko'zingiz ko'rib, qulog'ingiz eshitib, deylik, qo'lingiz ushlab ko'rib, burningiz hidlab ko'rib olgan ma'lumotni shaxsingizga kelib, shaxsingizni bildiradigan reaksiyasi emotsiya deyiladi. Masalan, voy shirin ekan, bu emotsiya.